Ish vaqtim ham tugadi. 6 dan keyin bo'sh vaqtim bor. Qo'shimcha ish qilib daromad qilishim kerak. Yandex qilsam jonga tegdi. Nima qilsam ekan? Uyga ketsammikan? Lekin qo'shimcha daromad ham kerak-da. Nima qilsam bo'ladi? Men sizga zo'r yechim bermoqchiman. AQSh fond bozoridagi aksiyalar orqali yaxshigina daromad qiling. Keling, men sizga sodda qilib tushuntiraman. Siz qaysidir katta bir kompaniyaning aksiyasini $100 ga sotib olasiz. Tez orada bu aksiyaning narxi $150 ga oshsa, demak siz har bir aksiyadan shunchaki $50 dan foyda qilgansiz. Eng muhimi, bu sizning asosiy ishingizga umuman xalaqit bermaydi. Chunki aksiyalar savdosi kechqurun soat 6:30 da boshlanadi. Shogirdlarim orasida oyiga qo'shimcha $1000 dan yuqori natija qilayotganlar ham ko'pgina topiladi. Agar siz ham xuddi shunaqa daromad qilishni istasangiz, men sizga 2 oylik maxsus dasturimizni taklif qilaman. Dasturda siz fond bozorini to'g'ri tahlil qilishni va savdo qilishni pro darajagacha o'rganasiz. Agar sizga taklifimiz ma'qul kelsa, pastda havola qoldiraman.